Yangi yo'lliklar bormi? Bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Agar yangi yo'l dehqon bozorida savdo qiladiganlar bo'lsa, kommentariyaga kirib, cho'ttamiz deb yozib ketasizlar. Jigarlar, yangi yo'l dehqon bozorida savdo qiladigan aka-uka opa-singillarimiz bozorda savdo qilishadi kunduzi. Keyin kech payt ketayotganda bizdan duogo'ylarga shashliklarni olishadi. Mana shunaqa qaynoq qildiraman, nonlari ham qaynoqqina, unaqa qiymalarni soldirishadi ustiga. Duogo'ylarga olib ketishadi. Biz nima qilamiz? Biz qilib beramiz. Biz xalq xizmatidagi odammiz. Ikkita jigar, ikkita qiyma va ikkita mol go'shtli gazimiz. Mashalloh, mana ko'rdinglarmi? Joylashishini o'zi san'at asarida. Shuni olib borasizlar, duogo'ylar duo qilib qo'yishadi sizda. Undan oshiq baxt bo'lmasa kerak. Okajonim, to'g'rimi? So'maga. Sardor kafesi to'g'ri tanlov. Nobodda yangi yo'llik bo'lsangiz, yangi yo'l dehqon bozoriga kelganingizda обязательно kafemizda dastlab kutib qolamiz. Piyoz, uksus, обязательно hammasi bor. Qaynoqqina, yumshoqqina, juda ham mazali. Ishonmasanglar, kelib ko'rish kerak. Mana qiymani kiygan joydan ko'rsatib, buni ko'ryapsizlarmi? Qiyma uchun baho berib qo'yasizlar. Xudoqlarga bu.